alaykum obunachilar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz qancha yurgan? 400 ming yurgan. Kraskasi 30%. 30% bor ekan. Salon holatlariga kelsak, chexol polilari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ashka, tarpeda holatlari zo'r. Most ovoz yo'q-a? Yo'q. Motor hadoyi holatlari ya. Korobka mo'l yo'q. Yoqilg'isi qanaqa endi uni? Gaz, metan. Metan ekan. Orqalariga keling. Orqalari obunachilar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Sizlardan obuna, like, bizdan avzor. Shuncha bo'lgan joylari yo'q-a? Yo'q. Nech pul deyapsiz, tog'a endi buni? Shu yarim. Nomeringizni aytib qo'ysangiz, 33 telefon qilishadi. Ha? 037 Ha? 1030. Bo'ldi, ko'rib telefon qilishadi. Assalomu alaykum obunachilar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz, kraskasi toza. Salon holatlariga keladigan bo'lsangiz, salon holatlarida chexol taqilmagan, polilari bor. 82 ming yurgan. Tarpeda ashka holatlari shilinib netgan joylari yo'q. Orqa qismlari. Motor hadoyilar yaxshi. Most ovoz yo'q. Bekirgina Andijon bozorida turibdi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar, obunachilar. Ko'paylik. Paddashga qo'yasizlar. Mana orqa qismlari ham. Shunga bo'lgan joylari yo'q-a? Yo'q, shunday. Patololariga ham juda format tortib qo'yilgan ekan. Mana orqa qismlari. Nech pul deyapsizlar endi? 5200 dan olib beramiz. Salon holatlari ham yaxshi. Nomeringizni aytib qo'yasiz? 90lik. 90lik. 303 Ha? 1915. Bo'ldi, ko'rib telefon qilib qo'yasizlar. Sizlardan obuna, like, bizdan avzor. Qani ketdik.